Mana turbani shuni ushlab topsangiz chiqadi. Tamam. Unda. Qo'y yana vashillat suv otmoqmiz hammaga. Yop qo'yaylik, to'g'rimi? Yo'q, och. Unda isitma yo'q. Suv bor, go'sht Hop, kesin. yana boshdan boshlaymiz. Chunki bizda mana bu yerda havo borda, u ko'rga. Yana bizga kerakli bosimga olib chiqamiz. Har bitta nimada mana bir bo'ldi. Biz nimani chiqaramiz? Havoni chiqarib tashlaymiz. Havoni chiqarib tashlaymiz. Havo mana ko'p ketdi, mana tarkibdagi shu ishlanganchilarning hamma havoni chiqarib yuboradi. Ochi, Chiqarib yuboradi tepaga. Kattalash. Yetti nimalar bilan bor ekan ichida. Turqimiz ham ketyapti aka. Bo'ldi, demak ichida havo qolmadi deb tasavvur qilamiz. Yettita yana. Ha? Mana berkildi, suv chiqmayapti, lekin rasxod bosim urib turibdi hali, ha? Haligi. Endi sariqni to'xtataman. Yana sariqni butunlay to'xtataman. Endi havoni chiqarib tashlayman. Ket. Akilga yetabash. Bo'ldi. Tengda ikkasi. Tenglashdimi? Ha. Endi nima boshlaymiz? Ya'ni biz birda olganligimiz uchun birga yana qaytadan qo'yamiz. Mana ketdi. Birinchi to'g'ri nimaga, ya'ni burchakka atvoz edi. Ruschalasiga aytavering-da. Atvodgacha bo'lgan bosim birinchi va ikkinchi atvoddan keyingi bosim. Shuncha farq qiladi. Farq qilyapti. Demak, keyin bilishimiz mumkin bo'ladi, qanchalik atvodlar ko'p bo'lsa, shunchalik bosim pasayib boradi. Endi biz faqat to'g'ri burchakli atvodlarda ko'rdik. Endi nergisida yarim oy shaklidagi atvodlarda ko'ra olamiz. Unda qanchalik razlisa beradi? Hozir masalan deylik, bu 31 ga deylik, 10 beryapti deylik. 20. 10 ekanmi, 10 yarim ekan. Shu 20. Ikkiga bo'lib tashlasangiz, Arilar. o'tga bittadan bo'lib tashlasangiz 10. Iya. Saq qoch. Boshlanishi bilan oxir. Biz mumkin. Hozir to'g'ri 31 ga 10 bo'lsa 20, shu yerda bo'lsa 20, 21. 21 ga yo'qolyapti qarshi ikkita bo'ldi. 21 ga 60-65% qancha undan ham ko'payib ketadi. Nimada? Foizga hisoblasa qancha yo'qoladi shunda? O'rtacha 3 dan 1 ga ketyapti. 3 dan 2 ketyapti. O'shaning uchun shaharda masalan vodoqurib deganda 3 atmosfera jo'mrakka aytadi. Eslab qoling. 3 atmosfera. Aslida 7-8 beradi ular. Borib siz jo'mrangni 3. Bu tushunarli-a. Endi buni to'xtatamiz yana. endi bo'ladi o'tgan Endi yarim atlaydi. mana bu boshi, bu oxiri. Chiqaramiz. Yana jarayon. Havoni chiqaramiz. Albatta har bitta ishni to'g'ri bajarishimiz uchun nimaga amal qilishimiz kerak-da. Yo'riqnomaga, instruksiyaga amal qilishimiz kerak. Chunki u xatolikka olib keladi. Mana havo chiqdi. To'g'rimi? Ichida havo qolmadi, tugadi. Endi biz buni yana bosimni nimani bekitamiz. Chunki yopiq idishda olishimiz kerak. Rasxodni yo'qotamiz. Ikkita havoni qo'yamiz. Mana buni tinglashtiramiz. Bu tinglashadi. May. Lekin teng, mana u mayda turibdi-da. Endi yana bir atmosfera bosimini o'lchaymiz. Batta jarayon bo'lib ketaveradi ekan. 21 ga 10 da kamroq bo'lar ekan, 12. 10 ekan. 12. Qarshilik kamroq ekan. Demak, ko'rishimiz mumkin, to'g'ri burchakli atvoddan ko'ra